Avaz bilan lazerdan arabaga osh qilmoqchi edik. Kirib ketib qoldi. Hozir chiqqunicha o'zim qilib qo'yaman. Yog' ham zo'r dog'landi. Mana aylanishni boshlayapti parani. O'sha payt birinchi bo'lib piyoz solinadi. Go'sht. Go'shtdan keyin tuz. Yarim qo'sh solsa yetadi. Undan keyin sabzi. Yana bitta joyi avaz mashinasini tushuntirgan. Sabzini katta to'g'ralishini sababi mayda to'g'risi sho'laga o'xshab mayda bilchillab ketadi. Shuning uchun katta to'g'rash. Sabzidan keyin suv. Suv yoshida no'xat juda ham katta rol o'ynaydi. No'xatdan keyin mayiz. Eng shira beradigan narsa mayiz bo'ladi. Oshni fishkasi mana shu zira bilan bo'ladi. Chunki 1,5 kilo, 2 kilo oshga shuncha zira yetadi. Yana ozgina solamiz. No'xat yumshoq pishishi uchun ustini yopib dirlab qo'yamiz. Oshimiz, olovimiz yaxshi, xudo xolasa hammasi joyida. Hamyoni ham endi avazga hoppa. So'ramasdan bosordingmi? Mana o'rgatganing bo'yicha ketyapti, qalay. Zo'r ranglari Yaxshi. Rovna 40 minutdan keyin tuz ko'rishga o'tdik. Zirvegidan olamiz. Zirve uchun baland o'tirlarni ishlatuvdik. Katta yo'g'on-yo'g'onlarni ishlatiladi. Guruch uchun mana bunaqalarni ishlatiladi. Mayda qoriladi. Nimaga? Tez yonib, tez o'chishi uchun. Bo'lmasam guruchga ta'siri bor. Lazerda qilingan guruch to'y oshi bob bo'ladi. Bismillah. Guruch mana shunaqa qozonga yaqin bo'lib qolishi kerak emas deydi avaz. Chunki mana bu yerda ko'p kuyadigan joyi mana shu chetlari bo'ladi. Shuning uchun unda o'rtaga qarab ko'tarib qo'yiladi. Guruchni mana bunaqa chiroyli qo'yganinglar yaxshi, qozonni chetiga tegib qolmasin. Parlanishi uchun ustini yopib qo'yamiz. Rovni 20 minutdan keyin birinchi marta ochib ag'darib olish kerak. Xudo xolasa 20 minutdan keyin tayyor bo'ladi. Kutilgan osh tayyor bo'ldi. Rangiga bitta baho berib qo'yinglar. Hozir avaz chiqsin, o'zi ham baho beradi. Avaz? Ha, qarachi. Guruchlar dirkillab chiqibdi, zo'r. No'xatidan bilarmidi? Yeb ko'rchi. Zo'r chiqibdi. Avaz videolarini ko'rsanglar, shunaqa tayyorlanishi zo'r yechim. Bitta minusi mol go'shtiga. Mol go'shti. Qo'y go'shtidan qo'y.